Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik yo'rtib berilgan Shavqun So'ran filmining Amerikadagi tunji qo'yilish murosimi 5 noyabr Washingtonda o'tkazildi. Filmda bosh personaj Javhar Ilham xalqaro jamiyatga dadisi Ilham To'xtining 2014-yili atalmış bo'lgunchi degan bahona bilan Xitoy hukumatı tarafidan tutqun qilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinish jarayonini tunishtirgan bo'lsa, 10 necha Uyg'urning guvohlik so'zlari orqali bundaq echinishli voqealarning Sharq Turkistondagi zo'r ko'p sonliq Uyg'ur oilasida yuz berganligi hamda yuz berayotganligi, Xitoyning navbatda Sharq Turkiston xalqini vahshiy bostirayotganligi tushuntirilgan. Bu filmni suratga olish xizmati 2018-yili boshlangan bo'lib, film uchun ular Turkiya, Qozog'iston, Norvegiya, Fransiya, Amerika qatorliq nurg'un davlatlarga borgan va u yerdagi yuzlagan guvohlik berguvchi shohidlar bilan yuz ko'rishgan. Film Norvegiyada turishliq Uyg'ur ziyolisi va faoliyatchi Abduvali Ayub ham shundaqla turmadagi Uyg'ur ziyolilari Ilham To'xtining qizi Javhar Ilhamning sazgurashlarini cho'radigan asosda ishlangan bo'lib, filmda yana Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jilolova, Mehrgul Tursun, Toyir Hamid va qozoq faoliyatchi Oyna Sho'rmaniyev qatorliqlarning guvohlarimi o'rin olgan. Turkiyadagi Kelajak va Saodat partiyasining parlamentdagi guruhi vakili, parlament a'zosi Salchuq O'ztaq apandi 7 noyabr kuni Turkiya parlamentiga Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini tekshirish to'g'risida taklif sungan edi. Shu kuni mazkur taklif to'g'risida Turkiya parlamenti umumiy yig'inida muzokara olib berilgan bo'lib, hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasining parlament a'zolari bilan Millatchi harakat partiyasining qarshi chiqishi natijasida rad qilingan. Parlament a'zosi Salchuq O'ztaq apandi Türkiye parlamentidagi barliq partiyalarni o'z manfaatini o'ylamasdan Kelajak va Saodat partiyasi sungan bu loyihani qo'llashga chaqirib mundaq dedi. Men bu qaror loyihasini shuning uchun sundum. Hozir Amerika, Yevropa davlatlari va Yaponiya Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lyapti. Boshqa davlatlar qilganini bizmi qila olamiz? Xitoydagi eng chong davlat egiligidagi savdo bankalarining biri bo'lgan Xitoy Savdo Sanoat bankasining sobiq bosh muavin raisi Jang Xongliga chiriklik jinoyati bilan tekshirish boshlandi. Anadolu agentligining 6 noyabrdagi xabarda bildirishicha, Xitoydagi eng chong davlat igidorchiligidagi savdo bankalarining biri bo'lgan Xitoy Savdo Sanoat bankasining sobiq muavin raisi Jang Xongliga chiriklik gumoni bilan tekshirish boshlangan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komitetining bayonotida Jang Xonglingning qonun va partiya intizomiga og'ir xiloflik qilish gumoni bilan tekshirilayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Egilishicha, bu yil Jeshang bankasining sobiq mudiriyat raisi Shin Rinkangga 7 fevral, Xitoy bankasining sobiq raisi Liu Yangga 31 mart, Minsheng bankasining sobiq muavin raisi Xing Bingxiuga 13 may chiriklik tekshirishi boshlangan edi. Xitoyda ishlab chiqaruvchilar baho ko'rsatkichining davomli tuvallishi va iste'mol baho ko'rsatkichining to'xtab qolishi pul paxolligi xavfiga bo'lgan andisini kuchaytmoqda. Xitoy davlatlik statistika idorasi 2023-yil oktyabrda davlat ichidagi iste'mol baho ko'rsatkichi to'g'risidagi sonliq ma'lumotni e'lon qildi. Oktyabrda iste'mol baho ko'rsatkichi bulturqi o'xshash mazgildagiga selishtirganda 0,2%, ishlab chiqaruvchilarning baho ko'rsatkichi 2,6% tuvallagan. Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yuxia boshchiligidagi vakillar o'miki Moskva ziyorati doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan ko'rishgan. Putin yig'inda qilgan so'zida bizning Xitoy bilan bo'lgan aloqamiz xalqaro vaziyatni muqimlashtirishdagi ijobiy va muhim omil degan. U yana ikki davlatning iqtisodiy va savdo sohasidagi hamkorligini kuchaytirish bilan birga harbiy texnik sohasidagi hamkorlikning ilgirlaganligini ko'rsatgan.
Xitoy bilan Turkiya Anqarada klassik nodir asarlarni o'zaro tarjima qilib nashr qilish eslatmasini imzoladi. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy komitет tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Wang Kang, Turkiya Madaniyat va Sayohat ministerligining muavin ministri Nadir Alip Arslan bilan birlikda Anqarada Xitoy axborot nashriyat idorasi bilan Turkiya Cumhuriyeti Madaniyat va Sayohat ministerligining klassik nodir asarlarni o'zaro tarjima qilib nashr qilish to'g'risidagi eslatmasini imzolagan. Xabarda qayd qilinishicha, bu Xitoy bilan Turkiyaning nashriyatchilik sohasi, madaniyat sohasi, ilm sohasidagilarning Xitoy-Turkiya madaniyat almashtirish, o'zaro ulgi ilishni o'rtaq ilgari surganligining ifodasi ekan.